Bu şu uyni havaliga qilib setib berish degan zot nima? Uy mulk vositachilik shirkatlari mushuning orlig'ida qandaq mulozimat qilib boradi? Mushuni tushunib boqamsiz? Ya'ni uyni havol qilish deganimiz ma'lum bir xizmatchi, aldirash tijoratchi, masalan Dongchun Xoyan, Dongfang Ruyan deymiz, mush shahardagi qaysi bir shovchi uyi bor. Demak, xizmatning aldirash sababidan nurg'unlagan uchur torlarga uchur bergan bilan uy mulk shirkatlari aralashmagan buningga. Xaridor bevos kelib ko'rish uchun vaqt, sharoit to'g'ri kelmaganlik tufayli demak uy mulk vositachilik shirkatlariga havol qilib berdi. Masalan, uyni 500 ming qo'yga setib berish degan bo'lsa, buni uy mulk vositachilik shirkatlari 520 mingga ya 15 ming so'mga sotadi. Buni kim sotadi degan vaqtida bir odam ya men sotmayman. Buni butun shu uy mulk vositachilik shirkatlaridan sirt boshqa butun shu G'uljidagi ya shu Qashqardagi Aqsu Otishdagi deymiz. Shu uy mulk shirkatlarining hammasi tang sotadi. Uyni setib chiqarish bergan odamga 1% beradi. 1% pulni shu havol qilib bergan odam oladi o'tirliqda. Demak, buning vaqti 3 oy, 6 oy. 3 oygacha shu uyingizni setib chiqarib bersa, şu mülazimet hakkını alıdı. Siz mesela ya 500 ming setip verme, uyuğunu 500 ming so'm tonuysa, onun uyaqıya 10 ming so'm ya 5 ming so'm qilib satime, meydime geçman benim mülazimet hakkındaydı. Siz özünüzün işini hatırcam kılıversiz. Sizin uyuğunuzni 100 ming finsi var, 30-40 ming finsi var, Vanhong deydi, yana birinin deydi, muştaqlarını ikilip, ya özlerinin balları berip, doyungu tartıp, xaridor bo'lsa, Muşu lavçonçudun kayfatçıgicha bir adam alamdı, ammamdı. Siz üçün paypaslap berip, işiginizni içip, uyunuzni köstüp, siz üçün bütün hammanimni qildi. Siz faqat to'xtam tutib, tayyor bo'lgan vaqtida kelib qo'lni qo'ysiz. Balkim sizning uyingizni setib chiqarg'ich bo'lgan orliqda 100 odamga ko'z tushishi mumkin, ya 200 odamga ko'z tushishi mumkin, ya bo'lmasa bir odam ko'rib ilishi mumkin. Demak, shu veto deydigan, duja deydigan gap davlat tilida. Havol qilib berish, shu odamga setish huquqini berish deb ataladi. Endi bunda ahvol ostida tushsangiz, nurg'unlagan qog'dalma qaqolab ketgan uy mulk shirkatining shundaq tulki odamlar bor. Bular qanday qildi degan vaqtida sizning uyingizni shu bichara havol qilib bergan vositachi berib ko'rsatish orqali uyingizning o'rnini hammani bilib olgandan keyin shu yerdagi viyaga kiradi. Uyaga kirib, shu yerdan sizning telefon nomeringizni tepib, manda uyingiz bor, men alay degandim, xaridori batdi, men alatdim, satamsiz degandan siz heliqi duja qilib bergan vakolatan ashuningga berib atgan uyingiz unutilib qilib ma'qul deydi. Bichara kim sababidan, kimning mushu uchurni tarafdan taqatganlik sababidan menga telefon keldi deganni siz o'ylash qilmaysiz-da. Chunki odam o'ttirliqda nurg'un odamni akaldi, sizning uyingizni butun G'ulji shahridagi nurg'un odam bilib ketdi. Uy mulk vositachilarma hatto bu yerga kirib sizning nomeringizni tatib tepib sizga telefon qilgan holatga yetkazgan shu siz havol qilib bergan shu odam. Endi ko'rsak, nurg'unlar bizning ishimizga keldi. Voy ukam uyimni setib berang, oqdi, ko'kdi. Yo'ldoshlarimi keladi, qo'yzoq qarindoshlarimi keladi. Ha bo'pti deb yaqin qog'oz qarsin siyaqib yezib qo'yib uyini biz chiqarib nima qilamiz. Hatto biz keyin yana bir qitim ko'ngil bag'a vaqtida odam apaga vaqtimizda bu uy setilib ketdi. Bir tuqqunum ya falonchi po'kinchida. Shunlashqa deyadi. Demakchi o'g'lim nima degan vaqtida siz bir uy mulk vositasiga ishinib uyingizning setish huquqini ashuning havol qilib bergan bo'lsangiz, sizga cho'qim nurg'un telefonlar keladi. Başqalar izleydi, qimmat qilgandimi, shu o'ttirliqda shu 50-60 ming so'm, 100 ming so'm pay deb ketgandimi, mushtaqdimi deb sizni chekib, shunga oldi aqlingizni qarab beqib, o'zingizni dangsab beqib, shu uy mulk vositachilarga uyingizni dujaga, ya'ni veto qilib setib chiqarib berishga bersangiz bo'ladi. Bo'lmasa, ammadam oila vaqama, bola vaqama, kalamti, balamti, atanamti, yana bir nimti deb yashab shu kasbni qilish, har bir kasbni qilish orqali pul tepib, oilasini qamdash bo'lganlik uchun bu sizga ishinib shu ishni qildi, sizning uchuringizni tarafga taqib berdi. Oxirsida siz ishni qilsangiz, bu toza yaxshi bo'lmaydigan. Shunga uyimni sotatdim. Uyimni vakolatan setib beradigan odam bormi? Menda uyim bor. Ammo uy mulk 6 uy mulk shirkat ko'stib, vasirkisi chiqib ketdi. Uyingizning derazaning tepasiga bu uy setildi deb 2 yilning yog'i esib qo'yib,
o osmonpalak bahoga uy mulk shirkatlarininki marazrak uylar berib isib yetib uyingizni setilmas holatga qilayotgan uyingiz avar qilmang. Agar qonunliq to'g'ri holatda mana shu uyimni setish g'arizim botdi ya uy ilish niyatim botdi desangiz har vaqt bizlar aloqalassangiz bo'ldi. Undidar ham telefonda 156 28 17 95 17. Rahmat xalqim, salomat bo'linglar.